Biz bukmekerlarga muhtoj emasmiz. Nima uchun? Chunki men buni hatto alkogoldan ham xavfli deb hisoblayman. Masalan, bu alkogolni reklama qilgandan ham yanada yomonroq. Sababi bukmekerlar butun oilalarni parokanda qilishadi. O'zingiz buni bilasiz. Qancha oilalar, yosh bolalar bu platformaga kirishib, u yerda qolishadi va tark eta olishmaydi. Butun oilalar parchalanib ketadi. O'zingiz bilasiz, bu qimor o'yinlariga qaramlik qanchalik kuchli kasallik. Bu narkomanlik bilan bir xil. Deyarli men hozir shu yerda narkotiklarni reklama qilganim bilan bir xil bo'ladi. Mening uchun qimorbozlik va narkomanlik ikkisi ham bir xil kasallik. Million bermaydi menga qilmayman. Milliondan ozgina kam menga taklif qilishdi. Tushunasizmi aka shuni? Million dollardan ozgina kamroq summa taklif qilishdi menga. 100 million bersang ham dedim, men reklama qilmayman. Harom narsa haromdir. U sizga yuqmaydi u pul. U narsani reklama qilmayman ham, inshaalloh. U narsaga yaqinlashmayman ham. Nursulton aka bitta zo'r gap aytganda podkastda, ana qotgan nonga zor bo'lsam ham bunaqa narsani reklama qilmayman deganlar-da. Endi bu narsaga Xudo xolasa hech qachon qilmayman, masalan men. Hech qachon. Men bu o'zim shaxsiy fikrim. Ommaga olib chiqib gunohingizni hammaga orttirib yuborsangiz, u bo'lmaydi bu narsa. Endi masalan bunda ham ko'p odam ko'radi. O'zimga yarasha auditoriyamiz bor. Ularga ulash undan ko'ra yaxshiroq narsani ulashganimiz yaxshi deb o'ylayman. To'g'ri. Shu Nursulton akaning gapiga 1000% qo'shilaman.